Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Mana shu tarvuzga ham yegimiz sharbatdan oqizyapti. Men eksperimentga mana shu ikkoviga quyganman mana. Men ozgina quyib qo'ydim. Ikkinchi marta bugun 3-iyun 2026-yil. Tagiga quyib qo'ydim. Mana shunaqa quysa ham bo'ladi. Ko'pchilik yerini ishyapti. Mana palay ham sizni turib ketsa quyganimizga. Mevasi ham yaxshi mana ikkita uchta dedi mana. Men tarvuzim opa mana shemek. Ikkita mana uchta. Bitta palakda. Pelagimga qorashira tushib ketib, pelak uchta. yemekka yetkizdim. Palay zo'r. Xudo xolasa. Mana yondoqlardan zo'r mana. Mana shu ikkovi sezilyapti mana shu ikkovi mana. Uzoqdan ko'rsatay mana. Uzoqdan ko'rsatsam yaxshi bo'ladi mana. Mana palak qayga kelgan. Mana buni palak kelgan yo'q mana. Mana palak kalta, undan ancha kalta. Sezilyapti mana mana shu palak bilan mana shu palak. Rangini ham sezyapsizlarmi? Qora ko'k yotibdi. Mana yonma-yon. Mana qora ko'k, mana oq ko'k. Och ko'k sezilyapti mana. Mana quyilgan, quyilmagan. Hali mevasini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa sizlarga. Mana. Mana sezilgan mana. Palak sezyapsizlar, mana palak qayda turibdi. Men qo'limni ko'rningmi hozir mana. Palak qayda turibdi? Mana oyoq qayda turibdi mana. Mana. Yarim metr kalta bo'lmaganda, yarim metr. Meva yo'q hali bunda. Bu ham quyilgan, quyilsa, oqizdirsa yaxshiroq foyda bermaydi, tagiga quysa zo'r foyda beradi. Mana cho'pat qilib qo'yganman, mana. Sizga ham to'g'ri aytib beraman. Mana bu shoptoli qilib qo'ygancha, shoptolni to'g'risi desa bo'ladi mana. O'zi palay aytib beradi, mana palay aytib berib turibdi-ku. Mana qora ko'k, ku. Mana och ko'k, mana. Sezilyapti mana, mana. Meniga chiqish kerak. Qora ko'k ha, mana. Och ko'k. Rangini o'zi aytib beradi sizlarga. Mevasini qo'ygan 3 ta sanadiga hozir mana shu yerda, mana shu 3 ta sanadiga mana shu. Hozir ham mana bularda ham bor ekan, jumaydiroq. Xudo xolasa ham 10 kun 15 kundan keyin sizlarga aytib beradi, xudo xolasa. Abdulla Hojibekimiz kanali bu. O'zim Alisherman. Yaxshilarni ko'rishaylik, hammasini isbotlab beraman, xudo xolasa. Bu yil 26-yilga ham, 24da ham isbotlag'amiz, 25da ham isbotlag'amiz, xudo xolasa. Hammaga isbotlab ko'rsatib beramiz. Mana katta tarvuzam bor ekan mayda. Endi ham bor ekan mana. Oqizg'anu tagiga quygan boshqacha. Sezilarmi hozir mana? Mana shu shunda qarasizlar, palak, qora palak bo'lib turibdi. Yani palak o'zini o'z narasidan qaraganda yarim metr katta. Salomat bo'linglar, o'g'aylar, yaxshilarni ko'rishaylik. Sog'liklarning qadriga yetinglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Sog'ligiga beparvo bo'lmagan insonlar. Mana yana keldik. Tarvuz palagimizga. Men sizlarga ko'rsatganmiz-ku. 3-iyun kuni edi. Mana shu yerda 3 ta tarvuz turgan edi, xudo xolasa mana cho'pamizni ham tiqib qo'yganmiz, quyganmiz mana shu ko'pga. Cho'patni keltirib duo qo'yganmiz, mana ular quymaganmiz. Mana bakani ko'ringlar mana. Baxti ko'ryapsizlarmi katakanligini? Hozir qo'limni qo'yib beraman mana. Mana. Bir qarish mana bak, yonida os bak. Ko'ryaptimi mana? Yarimi. 70% katakan, 70%. Mana mevalar. Mana o'sha ko'rsatgan 3 ta tarvuzimiz katta bo'libdi. 10 kunda mana shunchalar aholiga kelibdi mana. Bo'lmaganda yarim kilo bo'libdi. Mana bitta, ikkita, mana 3 ta, o'sha 3 turibdi ekan. Meva tuyibdi, 3 tuyibdi, ikkitasi kichikroq, bittasi kattaroq. Mana o'sha palak. Mana yana menga oxir nima? Palakni 3 ga ham tiqib qo'ygan, mana cho'patni ko'ryapti, cho'pak mana. Mana cho'paga qaranglar qancha yuribdi mana. 1 metr yuribdi, 1 metr mana. Mana palakni 3. Ko'ryapti, mana hozirda ko'rsataman sizlarga. 10 kunda 1 metr palak suribdi. Shular mevasi katta bo'lib qolibdi mana. 10 kundan ham katta ketdi mana, yonida ham pastda ham turibdi. Unda 2 ta edi, unda 3 ta edi, eslasizlar. O 3-iyun kuni edi. Allo. Bakada o'lchab berdim men hozir mana, bakini ko'ringlar, aytib beradi mana. Mana bir qarish bak. Mana bak, usta. Ko'ryapti mana. Mana bir qarish bak. Mana 70% ga ketakan. Mana unda meva ham bor bitta. Bor ekanmi demakda. Bakini ko'ryapsizlar, bakini o'zi aytib beradi. Mevasini qo'yavering, xudo xolasa mana bugun 13mi bugun? 13-iyun, 10 kun bo'libdi-da. Mana islaganda bo'lsa mana shu yerda aytib berganman, ikkiga kuyganmiz, cho'pak bor. Yerda ham cho'pak bor mana. Mana yerda ham cho'pak turibdi. Mitkamiz ko'p juda. Mana shu cho'pak ham turibdi, mana ikkiga kuyganmiz. Mana shu yerda shoptoli bor mana. O'timiz ham kuchayib qolibdi, mana shoptoli ham turibdi. Mana shu demitga qilamiz mana.
Ishonavering og'aylar, mana foyda beryapti, hamma narsaga foyda beryapti. Mana yanton uchinchisini ham qo'yib qo'ydik 200 grammdan. 150 gramm, 200 gramm. Bundan oshiq emas. Mana bakada aytib beryapti. O'tgan safar qora ellik aytib berganmiz, mana bu safar yana ko'rsataman. Mana metkamiz palaxni 3 yil ishlaydi 10 kun oldin. Mana shu yerda mana 1 metr cho'zilibdi mana. Mana. Mana juyakka kelib, mana orqaga keyingi orqa kelib qolibdi mana. Yulduz. Mana keyingi orqa kelib qolibdi. Mana ham ariq mana. Suv yurayotgan ariq. Mana taroz keyingi ko'karib turgan ariq bir chekkasida. 3 tane bir chekkasida ko'karib turgan mana taroz, mana taroz. Keyingi taroz biz quygan tarozda 3'ü bu. Keyingilar shashvardan kelmaydi mana keyingilar. Yarimida to'xtab qolgan bo'lsa kerak, mana shu yerda bor dedi uchun. Mana 3'ü. Bu taraf taroz mana. Mana ko'rsataman, mana keyin biz kuygan tarozni palagini ko'raman mana. Mana metka. Palaxni 3 yil şey. Onu ko'tiydi mana. Buni yap ko'tdi mana. Bunday hisobga ko'ringlarchi, mana endi kelyapmiz. Mana cho'pak kelyapti, mana cho'pak. Şeyde 1,5 metr 2 metr bo'lyapti, mana yanton 1,5 metr 1 metr oshiq yuryapmiz mana. Mana 3 pay tarozda. Dehqonlar, ko'zlaringni ochinglar. Aholini zaharlab qo'ymanglar. Mana sizlarga rezultat. Bundan oshiq narsa qilib berish qiyin. Mana shu ikkinchisini bakida mana. Mana shapalamni o'chib ko'ringlar mana. Mana yonida quyilmagandiki turibdi mana. Mana quyilgandiki, mana quyilmagandiki. Hali ham qora ko'hligi bor, mana buniki ochiq ko'k. Sezilyaptimi mana? Endi bunga oqizyapti, foyda bo'ladi bunda ham. Ha. Bo'pti og'aylar, tushunaveringlar. Har yanton keyingi 10 kunlardan ko'rsatib beramiz qanchalik bo'lishini. Salomat bo'linglar og'aylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Ketman, qolganlar sinib qo'yaman, o'g'lim. Men Abdullahi Alisherman. Abdullahi Hojibek akamiz kanali bu. Salomat bo'linglar og'aylar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana qo'yinlarimiz. Alisher aka uni qarang, qovunni mevasini. Janavarda. Zo'r xudo xolasi. Obini ot aka bu. Simesni foydasi zo'r ekan, begomisni foydasi. Yaxshi bo'lyapti. Mana shular olalarimiz. Qovunim yaxshi chiqmay qoldi. Ola qiyib urdim. Simesdan kuyyapmiz. Bu ham xudo xolasa olalar ham yetib oladi. Mana bu bo'yapti. Hali o'g'it yegan yo'q. Qarayman, palak qarang. Mana shu palak. Bitta qarang. Palak orasida ko'rinmaydi mevasi. Obini ot aka, chista местный obini ot. Alisher aka. Tepandan borib olib keldim aka, beg'omi sizdan. Simeslaringizdan. Buni qarang, bunlar yonma-yon bo'lib tuyganini qarang. Mevani qarang, Alisher aka. Vashi zo'r, xudo xolasa Alloh berib turibdi aka. Xudo berib qoldi buni. Mana taralmagan palaklar hali. Kecha tarashni boshladik. Qovunlari 1 kilodan bo'yotibdi, biz endi palak tarayapmiz. Mana aka. Palaklar. Ammo oltin gurgutlarni sevib qarang. Mevasini ko'ring. Har birida yo'q deganda mana. Yo'q deganda bittadan meva bor. Palak endi taralyapti. Bittadan mevasi bor. Buni qarang. Chista obini ot Alisher aka bu. Aka o'sha begomisni simesi qovunni vashi gapirtirib yuborar ekan, zo'r ekan qovunga. Qovunlarim ham o'zi rahmat aytib yuboryapti. Qovun shiraga to'yib pishadi, xudo xolasa pishsa ham. Ajoyib bo'ladi. Alisher aka ko'rdingizmi? Mana aka palak taraymiz. Jindi nima bo'lsin? Palago tarayapti.
Talagimni ko'ringchi, quvvatini. Alisher aka. Bunga qarab agar kuyish kerak bo'lsa, ta'mir armatda kuyib yuboramiz simesdan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Hamyurtlar qaranglar, mana Ramzan aka mendan bugun kelibdi. Mana bu yil 3-marta quyishingiz, xudo xolosa. 3-marta quyyapman. Foydasiga gap yo'q. Akamga rahmat, shunchalik narsani o'ylab topganiga mana yana olib ketyapman. O'tgan yilga qaraganda uzumlarim noling o'tgan yili vaqtli sotdim, zo'r bo'ldi. Yana olib ketyapman, endi hozir kichikdek bo'lganda yana bir quyaman, xudo xolasa. Ancha kalibrini ham kattalashtirib, nimasini ham tezdan pishirar ekan. O'shanga qiziqdim men. Uzumdan shug'ullanay qolagan nima deysiz endi? Qaysi payt qo'yish kerak ekan deb o'yladingiz o'zingiz? Uzumga shu noyabrda uzum tugatgandan keyin amal borligida quyish kerak ekan. Amal ovolar ekan. O'ziga uzum qish quvvatda. Mevani ko'proq qilib berar ekan, xudo xolosa. Bahordan zo'r ketar ekan meva. Mevani ko'paytirib oladi. Mevani ham ko'paytiradi, uzum ham baquvvat bo'ladi. Ha, xudo xolosa. Kalka surishlari ham zo'r bo'ladi. Hammasiga foyda beradi. Hammasiga foyda berar ekan. O'tgan yil tekshirib ko'rganmiz kalibrlarni, Ram aka. Ha, tekshirganmiz. Bilam kech qoldik-da, bilam yanvarda quydim birinchisini. Yanvarda, ha, yanvarda Yanvarda 18'larimda keyin shuni quydi. o'shanda olib ketdim. Hammaga barakatli bo'lsin. Mana uzumi borlar sho'r bo'lasizlar. Mana Ram akam Oltiariqda Oqbayrasidamidi? Oqbayradan 3-marta kelish mana. Ishemaganlarga mana ko'rsatib qo'ying. Biz o'tgan yil sajda bermagan ekanmiz, o'tgan yilga kelgan ekanmiz, sajda bermagan. Mana bu yildan xudo xolasa mana videolarga chiqaramiz. 3-marta kelishi. Nimaga bu odamga bitta odam qaytib kelmaydi deb o'ylab qolmanglar. Mana kelgan odamlar bor. Haramaga. Albatta. Qaysi narsa ishonchlilik bo'lgandan keyin yaxshi bo'laverar ekanda, ishonganimizdan kelyapti. Foydasini bilganimiz uchun kelyapti. Foydasi bo'lmasa, bir marta kelib qaytib kelmasdi. Salomat bo'linglar, oilalar. Oilalar yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga manfaatli bo'lsin. O'zim Alisherman. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa videolarimiz ko'p video chiqaramiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar.